Bugun aka ichkagiga res uchmayapti ekan. Hamma res to'xtagan ertalabdan beri umuman uchmayapti ekan. Shu odamlar yotibdi. Hamma yotibdi, faqat yotibdi. Bu videoda aynan aeroport Tunukadan uchadigan akalarimiz jo'natib qo'ylar. Kechagi holatda juda ham ko'p aka-ukalarimiz bilet olgan insonlar aynan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonlik akalarimiz videolar tashlagan edi. Aynan bugun 8-may o'zim aeroport Tunukaga yetib keldim. Hozirgi bor haqiqatni ochiq-oydin ko'rsatib berishga harakat qilaman. Faqat sizlardan iltimos qilaman. Videoga obuna bo'lib, bir don like bosib qo'yinglar. Juda ham xursand bo'laman. Ya'ni mehnatimizni qadrlayotganlarda kamina xursand bo'ladi. Shuning uchun o'z fikrlar yozib qo'yinglar. Aytgancha, videoga ko'rdim degan aka-ukalarimga har oy 3 ta insonga $50 yoki 3000 rubldan pul hadya qilyapman. Farqi yo'q, qayerdasiz? Kartezga tashlab beraman. Shuning uchun videoda oxirigacha ko'rib, ko'rdim degan so'zni ishlatib qo'ysanglar, mabodo keyingi siz yutib olishingiz mumkin. Ana, bismillah. Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir Privilegi ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarini faqatgina bizda Mir Privilegida topa olasiz. Aytgancha, pul jo'natmalarini amalga oshirish vaqtida 120 Hayotbek Ahmedov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir Privilegi, biz bilan hammasi oson. Kechagi kuni video qo'yganimda juda ko'p insonlar aeroportda yotgan holatini videosi kelgan edi, qo'ydim. Hozir endi telefonni aylantirib ko'rsataman haqiqatda aeroportda nima holat bo'lyapti bugungi kunda, aynan 8-may kuni. Shuni o'zinglar ham ko'rib, o'zlaricha informatsiya olib qo'yishinglar mumkin. Ya'ni vahima emas, strashli emas demoqchiman. O'zbekiston havo yo'llari ko'rib turganlarda registratsiya boshlangan. Toshkent, keyingisi adashsa Namangan. Hamma registratsiya jarayonida. Ya'ni kechagi kunga o'xshab yotgan holatda ko'rinmayapti. Hammasi yaxshi deb o'ylayman. Faqat saddishga bo'lgan ekan. Ana bugun O'zbekiston havo yo'llari Namanganda ham registratsiyasi boshlangan. Faqat Andijon jini kechroqqa uchadigan bo'libdi. U tabloda ham ko'rsatib turibdi, hamma yo'qdi. Men sizlarga hozir bilan ketin ko'rsatib bermoqchiman. Tak, tablo bo'yicha yana Andijon. Ya'ni 21:00 uchish kerak ekan. To'g'ri. Andijon 2:30 ga o'tibdi. Ochiq-oydin borini ko'rsatib bermoqchiman sizlarga. Nima holat bo'layotgani, Tunuka aeroportidagi jarayon. O'zbekiston havo yo'llarida registratsiya xudo xohlasa o'z vaqtida bo'lyapti. Mana hamma inson o'tib sekin-asta shu holatda pasport kontroliga kiritiladi. Kechada reyslar qolgan, juda ko'p insonlar uchmagan, ko'rdik. Endi bugungi holatni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Yuterda nima bor edi? Yuterda Buxoro mana. Yuter Buxoro registratsiya bo'lyapti. Ko'rib turganlarda, mana akalar o'tiribdi ham. Pobedaga o'tamiz. Endi Pobedada nima holat? Ya'ni aka-ukalarim 7-mayga qaraganda bugun 8-may. Holat yaxshi. Bu darajada haligi hamma reyslar atmen bo'lib to'xtab qolgani yo'q. Reyslar uchyapti avvalgida. Shuning uchun panika qilmasdan, vahima qilmasdan aytib o'tganimda sizlarga bitta zo'r savetim, har bitta inson video chiqaradimi ekan, nima bo'lyapti deb kutmasinglar uchun. Ya'ni har bitta aeroportda, misol Tunukadan uchasiz, Tunuka onlayn tablo deyiladi. Mana shu holatda chiqarib beradi yoki Damadagi onlayn tablo deyiladi. Qo'n reyslarda qaysi holatda uchadi, opazaniya bo'ldimi, zaddashga bo'ldimi, hamma o'zi ko'rsatib beradi. Mabodo bilet olgan bo'lsangiz, SMS kelmagan bo'lsa demoqchiman. Shunaqa holatda ko'rib olsanglar ham bo'laveradi. Bilaman, ko'p inson bari maskani ichida yashamaydi. Podmoskva chetroqdan keladi. Shu holatda yana qaytib ketmasligi uchun iloji aeroportda yotib qolish holatlari bo'ldi. Shunaqa gap. Hozir Pobedani ham ko'rsatib qo'yaman. Pobedada nima holat bo'layotganini. Ko'rib turganlarda Pobeda aviakompaniyasi mana Samarqandga registratsiya bo'lyapti. O'z vaqtida bo'lyapti endi qizlar. Inshaalloh yaxshi, zo'r. Mana o'zimiznikilar ketyapti akalar. Aka, Samarqanddan aka. Nima desam bo'ladi? Postoyanno harimiz like bosamiz. Молодец, ishlaringiz omad. Foydali. Mana bugun qayerga ketyapsiz? Samarqandga. Samarqandga. Necha suhbatda? Bugun nechinchisiz? Bu 8-chi. 8-may. Mana kelganiga necha soat bo'ldi? Yarim soat, 1 soat. Yarim soat. Registratsiya o'z vaqtida bo'lyaptimi yoki qanaqadir holat bo'ldimi? Bizlar reskani o'zgartirish bo'lgani yo'q ekanlar. Hammasi o'z joyida. 606 reys. Ya'ni siz Pobeda aviakompaniyasi bilan yozganmisiz? Men O'zbekiston havo yo'llari Samarqandga yozaman. O'zbekiston havo yo'llariga Samarqandga yozgansiz. O'z vaqtida bo'ldimi? Xudo shunaqa debdi. Yo'q, ya'ni mana keldingiz, hech kim mana yerda yotib qolgan holat bo'lmayapti. Yo'q. Kechagi kunga, ya'ni kechagi kundan keyin juda ko'p insonlar panikada, ya'ni bilasiz, yangiliklar eshitib turibsiz. Shuning uchun demoqchi bo'lganim, hammasi yaxshi. Yaxshi.
Ana akalar. Bir shu nima desam bo'ladi. Pastdan kuzatib turaman, kanalingizga obuna bo'lganman. Shuning uchun bir salomlik qilgandim. Alloh rozi bo'lsin. Jon sog' bo'lsin. Qayerdan? Samarqanddan. Samarqand qayerdan? Pastag'oldan. Chandra qishlog'idaman. Aka to'g'risidan bir 2-3 ta qarindosh Amerikada. Yo'q. Amerikadami? Bormi shu qarindoshlar? Bor. Qishlog'ida bor. Gap yo'q, jonison, yaxshi inson ekan. Xafamatimiz qo'yib yuboraman. Gap bo'pti. Aeroportdagi holatlarni ko'rsatib video qilib beryapman, chunki har bitta musofirlarimiz ota-onasini baribir xavotir oladi-da. Ketayotgan paytda o'z vaqtida kelmagan bo'lsa yoki zaddish ko'paygan jichcha bo'lsa ham videolar xavotir olib kutayotgan insonlar baribir perejat bo'ladi. Shuning uchun men nima demoqchiman? Hammasi yaxshi, xudo xolasa. Ana bugun 8-may o'z iziga tushgan. Reyslar o'z vaqtida inshaalloh ketyapti-da. Ba'zi reyslarda shunaqa holat bo'lyapti. 2 soat, 3 soatga bo'lyapti, lekin atmen bo'lgani yo'q. Hozir paytda ko'rmadim, ayni O'zbekistonga tegishli reyslarda atmen bo'lganini. Ayni 8-may kungiligini aytyapman. Yana videoda oxirigacha ko'rmasdan ta'siradi-da. Opoqim, enam, buvim qolib ketib qolmasin, so'kib tashlamaydi. Aldamadi bunaqa. Borini bilasa sizlarga aytib, ko'rsatib, tushuntirib berishga harakat qilaman. Hozir endi inshaalloh sekin sizlarga informatsiyalar beray, nima holat bo'layotganlarini. O'zbekistondan kelgan reyslarni ham bir qator ko'rsatib qo'yaman, opozitsiyani bormi, yo'qligini ham. Akalar, mana bugun 8-may, aeroport Bunukovdamiz, O'zbekiston havo yo'llaridan Andijonli ekan. Aka to'g'risini ayting, necha soatga zaddashga bo'ldi? 9 uchishimiz kerak edi. 2:30 deyapti. 2:30 da deylar. Atmen bo'lgan yo'q. Yo'q, atmen bo'lgan yo'q. Necha soat bo'ldi kelganingiz? 1,5 soat bo'ldi. Hali 1-2 kun bo'lmadi. Yo'q, unaqa narsa. Siz qayerga uchyapsiz? Buxoro. Sizga ham zaddashga. 3 nechida mana uni ko'rsatib qo'y. 3:35 ta ekan aka sizniki. Xullas hammasi yaxshi, mana bunaqa problema yo'qmi? Gap yo'q aka. Qarchimasmisizlar? Yo'q. Videoda olyapman. Ya'ni nima uchun bu informatsiyani joylayapman akalar? Ba'zi bir reyslarda zaddashkadan uchyapti. Nafaqat O'zbekiston, qolgan reyslar ham Rossiya, lekin ko'p reyslar ham mana bu gap isboti bilan o'z vaqtida mana registratsiya bo'lib ketishyapti. Namangan, bu yerda mana Toshkent ko'rib turganlarda bugungi chisoda holat mana shu. Lekin hali bir hech kim yerda yotgan holati yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Gap yo'q. Akalar, yaqinlar jo'natib qo'yinglar, panika qilish hojat yo'q. Hammasi yaxshi. Xudo xolasa, inshaalloh mana oilasini bari sog' salomat inshaalloh ketishadi bugun.